Qurilish, qurilish, qurilish. So'nggi vaqtda Toshkent shahrida qurilish loyihalari ancha ko'paygan. Bu bir tarafdan mahalliy aholi uchun yangi imkoniyatlar bo'lsa, ayrim loyihalarning oxiriga yetkazilmaganligi ularning qiynalishiga sabab bo'lmoqda. Uzoq muddatli kredit to'lovlari, xonadonlarning ta'miri oxiriga yetkazilmasligi va loyihada berilgan va'dalarning bajarilmaslik holatlari ham uchrab turibdi. Uzoq muddatli oylik to'lov, xonadonlarning ta'mirsiz topshirilishi, lift va parkovka muammosi. Balki bu sizga ham tanishdir. Yurtimizda xonadon xarid qilish inson hayotidagi eng muhim va eng qimmat xaridlardan hisoblanadi. Chunki u maskanda qolgan umrining bir qancha yillarini o'tkazadi. Bu inson hayotidagi eng qimmat xaridlardan birimi? Demak, ushbu xarid uchun vaqt ajratish, o'ziga mos keladigan xonadon va qurilish kompaniyasini to'g'ri tanlash juda muhim. Afsuski, shunday holatlarda ham ko'plab anglashilmovchiliklar uchrab turibdi. Va'da qilingan norma bajarilmasligi, kompaniya hujjatlarining to'liq emasligi yoki snos hududiga xonadon qurilishi. Tabiiyki, savol tug'iladi. Ishonchli, sifatli va aniq reja asosida ish olib boradigan loyiha bormi? Albatta bor. Trinity turar joy majmuasi sizlarga aynan o'zingiz istagan xonadonlarni taklif etadi. Bizning xonadonlar biznes klass stilida qurilgan bo'lib, sizlarda tayyor ta'mirlangan xonadonlarda istiqomat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Trinity Yunusobod Business City hududida joylashgan bo'lib, ushbu loyiha 45 gektar maydonni hamda Hightown Mallni o'z ichiga oladi. Bizning afzalliklarimiz: tayyor ta'mirlangan biznes klass stilidagi xonadonlar, toza havo uchun yashil maydon, Toshkent shahrining qulay lokatsiyasi, farzandlaringiz uchun xavfsiz oromgoh hamda istalgan ob-havoga mos keluvchi parkovka. Trinity loyihasining afzalliklaridan yana biri biz qurilish jarayonida svayni ishlatayotganimizdir. Svay bu yerning chuqur qatlamlariga o'rnatiladigan bino poydevorini mustahkamlovchi maxsus temir beton ustunlar hisoblanadi. Svaylar yerni zich va barqaror qatlamlariga tayanadi. Bu esa binoni silkinishdan, ko'chishdan va notekis turishdan himoyalaydi. Trinity loyihasining aynan svay texnologiyasidan foydalanishi bu mustahkamlik, xavfsizlik va uzoq umrga rovi. Bunday konstruktiv yondashuv nafaqat estetik, balki texnik nuqtai nazardan ham yuqori darajadagi professional yondashuvni ifodalaydi. Ayni vaqtda Trinity loyihasida bir nechta maxsus takliflar mavjud. Biz oyma-oy to'lovlardan voz kechdik va sizlarga gibrid to'lov usulini taklif etamiz. Xonadonlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Qurilish sohasiga oid qiziqarli va foydali videolar hamda Trinity loyihasi haqida ko'proq ma'lumot olish uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.